San-Fransiskoda yashagan yillarim yoshligimdagi eng qiyin yillar bo'lgan. Institutda work and travel qilib borganmiz. O'sha paytda kuniga 200-300 dollar pul topardik o'rtalarimdan. Endi o'ylayman, 20 yosh bola uchun bu juda ham zo'r. Lekin o'sha payt bizani irodamiz haqiqiy sinalgan, sababi San-Fransiskoning yuragida yashaganman. Yashaganimda yonimizda juda ko'p barlar, har xil imkoniyatlar bo'lgan. Siz u pulga xohlagan ishingizni qilsangiz bo'lardi. Bizni charchab ishdan qaytayotgan bo'lsak, lekin yonimizdagilar mazza qilgani har xil qizlar, bolalar, har xil qichqiriqlar, sirenalar ovozi, mast bo'lgan odamlar yokida o'zingiz aldab hordiq chiqazaman, dam olaman deyish uchun sizda yetarli imkoniyat bo'lardi. Xullas, nima yomon ish bo'lsa, hammasini qilishga yetarlicha imkoniyat bo'lgan, lekin biz shu o'rtalarimizda bu ishlarni hech qaysini qilmaganmiz. Sababi menga ota-onam ikkita muhim narsani o'rgatishgan. Birinchisi bu Xudoni tanitishgan, ikkinchisi shunga yarasha ilm berishgan. Endi menga olib berishgan telefonligi, qilib berishgan sharoitligi, yaxshi joyda o'qitishganligi bu ikkinchi darajali narsa. Agar menga shu bilimlar berilmaganda edi, San-Fransiskoning bu ko'chalari meni allaqachon yutib olgan bo'lardi.